tadbirkorlar bizlar biznes rivojlantirish bankidan hozirda kichik biznesga 300 million so'mgacha mikrokredit kredit mahsuloti mavjud. Bunga mezonlari kamida 1 yil mobaynida faoliyat yuritgan bo'lishi, ijobiy kredit tartibiga bo'lishi talab qilinadi. Bunda 100 million so'mgacha garovsiz ta'minot faqat tadbirkorlar rivojlantirish kompaniyasining depozit garov bo'ladi. 200 million so'm 300 million so'mgacha bo'lgan qism uchun garov talab qilinadi. Faqat unda 100 milliondan yuqori bo'lgan qism uchun talab qilinadi. Buning kreditni foizi tuman toifalariga bo'lingan holatda 5 toifaga bo'lingan, 19% dan 23% ajratiladi. Bunda Qo'rg'ontepa tumani toifasi 3-toifa bo'lib, bu 21% dan ajratiladi. Bu 76 oygacha berilyapti, 24 oy imtiyozlari bilan kichik tadbirkorlik subyektlariga. Bu ham faqat 1 milliarddan oshmagan bo'lishi kerak. Apparatlar bular hammasi kichik tadbirkorlik subyektiga kiradi.